Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugungi videomiz har bir nafaqaxo'r va nafaqa yoshiga yaqinlashib qolgan har bir fuqaro uchun hayotiy ahamiyatga ega. Agar sizning oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa yoki sizning o'zingiz nafaqaga chiqish arafasida bo'lsangiz, bu ma'lumotni bir lahzaga ham o'tkazib yubormang. Chunki bugun men sizlarga nafaqa tizimidagi so'nggi va eng muhim o'zgarishlar haqida to'g'ridan-to'g'ri rasmiy manbalardan kelgan ma'lumotlar asosida batafsil ma'lumot beraman. Bu o'zgarishlar sizning kelajakdagi nafaqangiz miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hoziroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va ushbu videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumotlar boshqa insonlarga ham yetib borsin. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Nafaqa tizimi avvallari ham murakkab bo'lgan, lekin so'nggi yillarda ayniqsa ko'plab fuqarolarimiz uchun qator muammolarni keltirib chiqardi. Avvalgi tizimda xususan ish stajini tasdiqlash jarayoni juda qattiq va byurokratik edi. Ko'plab fuqarolarimiz ayniqsa 90 yillardan keyin boshlangan iqtisodiy islohotlar davrida norasmiy sektorda ishlaganlar, chet elda mehnat faoliyatini olib borganlar yoki korxonalar tugatilgani sababli arxiv hujjatlariga ega bo'lmaganlar uchun ish stajini tasdiqlash deyarli imkonsiz vazifaga aylangandi. Bu esa ularning nafaqa miqdorining kamayishiga, ba'zan esa umuman nafaqa ololmasligiga olib kelardi. Masalan, fuqaro 20 yil rasman ishlagan, lekin yana 10 yil davomida dehqonchilik yoki savdo bilan norasmiy shug'ullangan bo'lsa, uning nafaqasi faqatgina 20 yillik staj asosida hisoblanardi. Bu adolatdan emas edi. Chunki bu insonlar ham jamiyatga o'z hissalarini qo'shgan, lekin bu hissa rasmiy ravishda tan olinmasdi. Endilikda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan yangi qarorlar va me'yoriy hujjatlar asosida nafaqa tizimida juda muhim liberallashtirishlar amalga oshirildi. Asosiy o'zgarish shundaki, endi ish stajini tasdiqlash jarayonlari ancha soddalashtirildi va ilgari hisobga olinmagan mehnat faoliyati davrlarini ham nafaqa stajiga qo'shish imkoniyati yaratildi. Bu ayniqsa quyidagi toifadagi fuqarolarimiz uchun juda katta yengillik va imkoniyat yaratadi. Birinchidan, norasmiy sektorda ishlaganlar. Ikkinchidan, chet elda mehnat faoliyatini olib borganlar. Uchinchidan, ish joylari tugatilgani sababli hujjatlar yo'qolganlar. To'rtinchidan, yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganlar. Bu o'zgarishning maqsadi adolatni tiklash va har bir fuqaroning mamlakat iqtisodiyotiga qo'shgan hissasini to'liq e'tirof etishdir. Endi nafaqa olish huquqini va uning miqdorini aniqlashda yanada kengroq imkoniyatlar ochilmoqda. Bu aslida sizning butun umr qilgan mehnatingizni tan olish va munosib qadrlash yo'lidagi muhim qadamdir. Endi o'tmishdagi qiyinchiliklar va hujjatbozlik sababli yo'qotilgan stajlarni qayta tiklash uchun real sharoitlar yaratildi. Asosiy qism bin. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q. Keling, ushbu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlarga bu yangiliklar ayniqsa muhim va kimlar uchun kamroq taalluqli bo'lishi mumkin? Birinchidan, kimlar uchun bu yangiliklar juda muhim va ular zudlik bilan harakat qilishlari kerak. 1. Norasmiy sektorda ishlaganlar. Agar siz o'z vaqtida rasman ro'yxatdan o'tmagan holda dehqonchilik, savdo, hunarmandchilik, uy xizmatlari yoki boshqa xususiy faoliyat bilan shug'ullangan bo'lsangiz, endi bu davrlarni ham nafaqa stajiga qo'shish imkoniyatiga egasiz. Ilgari bunday faoliyatga oid hujjatlarni topish deyarli imkonsiz edi, chunki ular mavjud emasdi. Endi esa qonunchilikda bu davrlarni tasdiqlashning yangi mexanizmlari joriy etildi. Masalan, sizning faoliyatingizni tasdiqlovchi mahallaning ma'lumotnomalari, guvohlarning ko'rsatmalari, hatto bank o'tkazmalari yoki moliyaviy hisobotlar kabi hujjatlar ham asos bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, siz 10-15 yil davomida bozorlarda savdo qilib, daromad olgan bo'lsangiz ham, lekin rasmiy stajingizda bu aks etmagan bo'lsa, endi bu davrni tasdiqlab, nafaqa stajingizni oshirishingiz mumkin. Bu sizning nafaqangiz miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, agar sizning hozirgi nafaqangiz 2 million so'm bo'lsa va siz qo'shimcha 5 yil norasmiy stajni tasdiqlay olsangiz, bu sizning nafaqangizni taxminan 20-30 ga oshirishi mumkin. Ya'ni inshtaki 9,5 million so'mga yetkazishi mumkin. Aniq raqamlar individual hisob-kitoblarga bog'liq. 2. Chet elda mehnat faoliyatini olib borganlar. O'zbekiston fuqarolari orasida chet elda ishlaganlar soni juda ko'p.
ilgari xorijda ishlagan davrni O'zbekistonda nafaqa stajiga qo'shish juda murakkab jarayon edi. Chunki xalqaro shartnomalar va ikki tomonlama kelishuvlar kam edi. Hozirgi kunda esa bu borada muhim qadamlar tashlandi. Bir qator davlatlar bilan tuzilgan kelishuvlar, shuningdek maxsus tartiblar orqali chet elda olingan ish staji ham hisobga olinishi mumkin. Buning uchun siz ishlagan davlatdagi ish beruvchidan olingan rasmiy hujjatlar, ish haqi to'langanligi haqidagi ma'lumotnomalar, mehnat shartnomalari yoki shu kabi boshqa hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Masalan, fuqaro Z Rossiyada 7 yil qurilish sohasida ishlagan. Uning qo'lida rus tilida yozilgan mehnat shartnomalari va ish beruvchidan olingan ma'lumotnomalar bor. Ilgari bu hujjatlar hech qanday ahamiyatga ega emas edi. Endi esa bu hujjatlarni tegishli tartibda legallashtirib yoki apostil qo'ydirib O'zbekistondagi nafaqa stajiga qo'shishi mumkin. Bu esa uning umumiy stajini oshirib, nafaqa miqdorini sezilarli darajada oshiradi. Misol uchun, agar Z ning nafaqasi 3 million so'm bo'lsa, qo'shimcha 7 yillik staj bilan bu 6-7 million so'mga yetishi mumkin. Ish joylari tugatilgani sababli hujjatlari yo'qolganlar, ko'plab eski korxonalar, kolxozlar, sovxozlar mustaqillik yillarida tugatilib ketdi va ularning arxivlari tartibsiz holda saqlandi yoki butunlay yo'qolib ketdi. Natijada u yerda ishlagan fuqarolar o'z ish stajlarini tasdiqlovchi hujjatlarni topishda katta qiyinchiliklarga duch kelishardi. Endi esa bunday holatlarda ish stajini tasdiqlash uchun boshqa usullar joriy etildi. Bu yerda sud orqali stajni tasdiqlash, guvohlarning ko'rsatmalari, o'sha davrdagi kasaba uyushma hujjatlari, komsomol bileti yozuvlari, hatto xizmat ko'rsatish daftaridagi yozuvlar ham e'tiborga olinishi mumkin. Misol tariqasida fuqaro M 1995 yillarda qishloq xo'jaligi korxonasida ishlagan, ammo korxona 2000 yilda tugatilib hujjatlari yo'qolgan. Uning o'sha davrdagi hamkasblaridan 2 nafar hali hayot va uning birga ishlaganini tasdiqlashga tayyor. Endi bu guvohlarning ko'rsatmalari sud orqali tasdiqlanib, M'ning stajiga qo'shilishi mumkin. Bu uning nafaqa miqdorini ancha yaxshilaydi. Yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganlar. Bu toifa fuqarolarimiz ham o'z vaqtida nafaqa uchun to'lovlar qilmagan bo'lishlari mumkin. Endi esa belgilangan tartibda soliq to'lovlarini amalga oshirgan yakka tartibdagi tadbirkorlarning faoliyat davri ham stajga qo'shiladi. Buning uchun soliq idoralaridan olingan ma'lumotnomalar asos bo'ladi. Ikkinchidan, kimlar tashvishlanmasligi mumkin yoki kimlarning holatiga bu o'zgarishlar unchalik ta'sir qilmasligi mumkin. Aslini olganda, bu yangiliklar barcha nafaqaxo'rlarga va nafaqa yoshiga yetayotganlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishga qaratilgan. Ammo agar sizning mehnat daftarchangiz benuqson to'ldirilgan bo'lsa, barcha ish stajingiz rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlagan bo'lsa va siz barcha kerakli to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan bo'lsangiz, demak, sizning holatingizda katta o'zgarishlar bo'lmasligi mumkin. Siz allaqachon maksimal darajada nafaqa olasiz. Shunga qaramay, siz ham o'z hujjatlaringizni qayta ko'rib chiqishingiz va biron bir imkoniyatni o'tkazib yubormaganligingizga ishonch hosil qilishingiz zarur. Chunki har bir holat individualdir. Balki siz ham e'tibordan chetda qolgan, lekin hisobga olinishi mumkin bo'lgan bir or davrga ega bo'lishingiz mumkin. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonunchilikdagi o'zgarishlarda bo'lgani kabi, bu yangiliklarda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berilishi kerak bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni tushunish juda muhimdir. 1. Qoidadan istisnolar. Hamma turdagi norasmiy faoliyat hisobga olinadimi? Yo'q, barchasi emas. Qonunchilikda aniq belgilangan mezonlarga javob beradigan faoliyat turlari va ularni tasdiqlash mexanizmlari mavjud. Masalan, giyohvand moddalar savdosi yoki boshqa noqonuniy faoliyat orqali topilgan daromadlar nafaqa stajiga qo'shilishi mumkin emas. Bu mantiqan to'g'ri. Shuningdek, ayrim faoliyat turlari uchun maxsus talablar belgilangan bo'lishi mumkin. Sizning faoliyatingiz turi qonun bilan ruxsat etilgan va jamiyat uchun foydali bo'lgan bo'lishi kerak. Shuningdek, sizning ijtimoiy sug'urta badallari to'laganingiz yoki to'lashingiz kerak bo'lgan davrlar hisobga olinishi ko'zda tutiladi. Agar siz hech qanday soliq yoki badal to'lamagan bo'lsangiz, lekin norasmiy ishlagan bo'lsangiz, ba'zi hollarda bu davrni tasdiqlash uchun maxsus tartibda to'lovlarni amalga oshirish yoki sud orqali tasdiqlash talab etilishi mumkin. Chet elda ishlagan stajni hisoblashda barcha davlatlarda
olingan staj hisobga olinmasligi mumkin. Bu O'zbekiston Respublikasi bilan tegishli shartnomalar yoki bitimlar imzolagan davlatlar uchun ko'proq amal qiladi. Agar siz bilan shartnomasi bo'lmagan davlatda ishlagansa bo'lsangiz, u holda sizning stajingizni hisobga olish murakkabroq bo'lishi mumkin. Ammo bu ham to'liq imkonsiz degani emas. Bu yerda ham maxsus individual tartibda ko'rib chiqish mexanizmi ko'zda tutiladi. Bunda sizdan chet elda ishlaganingizni tasdiqlovchi hujjatlarni O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq legallashtirish yoki apostil qo'ydirish talab etiladi. 2. Tuzoqlar firibgarlik sxemalari. Afsuski, har qanday yangi imkoniyatlar paydo bo'lganda firibgarlar ham faollashadi. Sizga nafaqa stajini tezda tasdiqlashni va'da qilib, katta miqdorda pul talab qiladigan shaxslardan ehtiyot bo'ling. Barcha murojaatlar faqatgina rasmiy idoralar, ya'ni pensiya jamg'armasi bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari yoki FHDG bo'limlari orqali amalga oshirilishi kerak. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni va bank kartalaringizni begona shaxslarga bermang. Noto'g'ri hujjatlar. Taqdim etilgan hujjatlarning haqiqiyligi juda muhim. Agar soxta hujjat taqdim etilsa, bu nafaqaning bekor qilinishiga va qonuniy javobgarlikka tortilishga olib kelishi mumkin. Har doim hujjatlaringizning asl nusxalarini yoki notarial tasdiqlangan nusxani taqdim etishga harakat qiling. Muddati. Ayrim holatlarda hujjatlarni topshirish uchun belgilangan muddatlar bo'lishi mumkin. Bu haqida rasmiy manbalardan yoki pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan aniqlik kiritish lozim. Muddatlarni o'tkazib yubormaslik uchun harakatni zudlik bilan boshlash tavsiya etiladi. Noaniq nuanslar. Turli xildagi dalillarning og'irligi. Ish stajini tasdiqlashda turli xildagi dalillar, masalan, guvohlarning ko'rsatmasi, yozma ma'lumotnomalar, bank o'tkazmalari turlicha baholanadi. Rasmiy hujjatlar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari eng ustun dalil hisoblanadi. Guvohlarning ko'rsatmalari esa odatda sud orqali tasdiqlanishi kerak bo'ladi va bu biroz ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun imkoni boricha yozma hujjatlarni to'plashga harakat qiling. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining roli, barcha nafaqa masalalari, jumladan stajni tasdiqlash va nafaqa hisob-kitoblarini amalga oshirish bevosita jamg'armasining hududiy bo'limlari zimmasiga yuklatilgan. Ular sizga barcha kerakli ma'lumotlarni berishga majbur. Agar sizga biror joyda noaniq ma'lumot berilsa yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, bevosita pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlariga murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizning holatingizni to'liq o'rganib chiqib, qonun doirasida yordam berishadi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Hurmatli tomoshabinlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bu yangiliklardan foydalanish uchun qanday amaliy qadamlarni qo'yishingiz kerak? Bu qadamlar juda aniq va izchil bajarilishi lozim. Birinchi qadam, mavjud hujjatlaringizni to'plang va tahlil qiling. Sizning qo'lingizda mavjud bo'lgan barcha hujjatlarni bir joyga to'plang. Bular quyidagilar bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasi bu asosiy hujjat. Undagi har bir yozuvni diqqat bilan tekshiring. Ish joyidan olingan ma'lumotnomalar. Agar sizda biron bir ish joyidan olingan arxiv ma'lumotnomalar bo'lsa. Mehnat shartnomalari. Agar rasman ishga kirgan bo'lsangiz, shartnomalar nusxalari. Diplomlar, sertifikatlar, ayrim hollarda o'qish davri ham stajga qo'shilishi mumkin. Harbiy bilet, harbiy xizmat davri ham stajga qo'shiladi. Bola parvarishlash ta'tiliga oid hujjatlar. Ayollar uchun bu davrlar ham hisobga olinadi. Chet elda ishlaganlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar chet elda ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchidan olingan ma'lumotnomalar, ish haq to'lovlari, mehnat shartnomalari va boshqalar. Soliq to'lovlari haqidagi ma'lumotnomalar, agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz. Mahalladan ma'lumotnomalar, norasmiy faoliyatingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Barcha hujjatlaringizni to'plaganingizdan so'ng yashash joyingizdagi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Bu markazlar orqali sizga qulay bo'lgan vaqtda va joyda xizmat olish imkoniyati mavjud. Uchinchi qadam, ariza yozing va o'z holatingizni batafsil bayon eting. Pensiya jamg'armasi bo'limida yoki davlat xizmatlari markazida sizga belgilangan shakldagi ariza blankasini taqdim etishadi. Bu arizada siz o'zingizning murojaat sababingizni, ya'ni qaysi davrdagi ish stajingizni,
hisobga olishni istayotganingizni aniq ko'rsatishingiz kerak. Masalan, 1998 yildan 2001 yilgacha dehqonchilik faoliyatimni, 2006 yildan 2010 yilgacha Rossiya Federatsiyasida qurilish ishlarida ishlagan davrimni nafaqa stajimga qo'shishni so'rayman kabi. Har bir holatingizni iloji boricha batafsil yozishga harakat qiling. 4-qadam. Taqdim etilgan hujjatlarni tekshirish va tasdiqlash jarayoni. Sizning arizangiz va hujjatlaringiz pensiya jamg'armasi mutaxassislari tomonidan o'rganib chiqiladi. Agar qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar talab qilinsa, ular sizga bu haqida xabar berishadi. Ba'zi holatlarda, ayniqsa norasmiy stajni tasdiqlash uchun mahallaning guvohnomalari yoki sud orqali guvohlar ko'rsatmalarini tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bu jarayon biroz vaqt olishi mumkin. Shuning uchun sabr toqatli bo'ling va mutaxassislarning ko'rsatmalariga amal qiling. 5-qadam. Nafaqa miqdorini qayta hisoblash va natija. Stajingiz tasdiqlangandan so'ng pensiya jamg'armasi sizning nafaqangiz miqdorini qayta hisoblab chiqadi. Bu sizning umumiy stajingiz oshganligi sababli nafaqangiz miqdorining ham oshishiga olib kelishi kerak. Natija haqida sizga rasmiy xabar beriladi. Nimalarni eslash kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport har doim o'zingiz bilan bo'lsin. Barcha hujjatlaringizning nusxalarini tayyorlab qo'ying, chunki asli talab qilinishi yoki nusxasi olinishi mumkin. Agar til bilmasangiz yoki murojaat qilishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, oila a'zolaringizdan yordam so'rang. Hech qachon shubhali vositachilarga murojaat qilmang. Barcha xizmatlar rasmiy idoralar tomonidan bepul yoki minimal davlat boji evaziga ko'rsatiladi. Xulosa va yakuniy chaqiriq, hurmatli do'stlar, umid qilamanki, bugungi videomiz nafaqa masalasida sizga juda muhim va amaliy ma'lumotlarni taqdim etdi. Esingizda bo'lsin, davlatimizning maqsadi har bir fuqaroning o'tmishdagi mehnatini qadrlash va ularning munosib keksaligini ta'minlashdir. Bu yangiliklar aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang, o'z huquqlaringizdan foydalaning va nafaqa stajingizni to'g'ri hisoblanishini ta'minlang. Hozirroq pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling va o'z holatingizni aniqlang. Bu sizning va oilangizning kelajagi uchun muhim qadamdir. Ushbu videodan so'ng o'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim va boshqa ko'plab insonlarga ushbu hayotiy ma'lumotlarning yetib borishiga yordam beradi. Sog' salomat bo'ling.